Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Osiyoda ham Yevropada bo'lgani kabi Millatlar Ligasi tashkil etilmoqda. Milliy terma jamoalar futbolini yanada rivojlantirish maqsadida Afrika Millatlar Ligasi musobaqasini joriy etish rejasini ma'lum qildi. Yangi turnir Osiyo mamlakatlari uchun xalqaro uchrashuvlar tizimini yanada tartibli va barqaror qilishga qaratilgan. Mazkur musobaqa FIFA kunlarida terma jamoalar uchun muntazam va mazmunli o'yinlar tashkil etilishiga xizmat qiladi. Bu orqali raqib topishdagi qiyinchiliklar, logistika muammolari va yuqori xarajatlar sezilarli darajada kamaytirilishi ko'zda tutilmoqda. Afrika Millatlar Ligasi jamoalar darajasidagi mos raqobat muhitini yaratib, sport tamoyillariga asoslangan muvozanatni ta'minlashni maqsad qilgan. Shu bilan birga turnir milliy terma jamoalar uchun aniq rivojlanish va bosqichma-bosqich o'sish yo'lini belgilab beradi. Afrika rahbariyati ushbu tashabbusni Osiyo futboli uchun muhim qadam sifatida baholab, loyiha terma jamoalar faoliyatiga barqaror olib kirishini ta'kidladi. Shuningdek, musobaqaga tijoriy hamkorlar va ommaviy axborot vositalari tomonidan katta qiziqish bildirilayotgani qayd etildi. Musobaqaning formati, amalga oshirish bosqichlari va aniq muddatlari Afrika qo'mitalari muhokamalaridan so'ng rasman e'lon qilinadi, deyiladi xabarda. Real joriy mavsum Pep Guardiola jamoasida kam o'yin amaliyotiga ega bo'layotgan Manchester City markaziy himoyachisi Abduqodir Husanovning ijarasiga qiziqish bildirmoqda. Madrid klubi katta mablag'larsiz himoyani kuchaytirish uchun qisqa muddatli yechim izlamoqda. City futbolchisi muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lishi uchun ijara variantini istisno qilmayapti. Realda uning jismoniy ko'rsatkichlari, ikkinchi qavatda o'ynashi va uning kelajagiga yuqori baho berishmoqda. Gap aynan ijara haqida ketmoqda. Majburiy sotib olish varianti hozircha ko'rib chiqilmayapti. Muzokaralar boshlang'ich bosqichda, yakuniy qaror yaqin haftalarda qabul qilinadi.